Alloh rozi bo'lsin, Ismoil Haqqibey. Go'zal Qur'on Karimimizni ummatimning oyidir deganlar. bu oylar shunday muborak, shunday qutlug' oylarki, Robbimiz bizga bergan muborak 5 qandil kechasining 4tasi shu oylar ichidadir. Avvalo, Rag'oyib kechasi bizni kutib oladi. Keyin esa Hazrat payg'ambarimiz Me'rojga ko'tarilgan Me'roj kechasi. Undan keyin esa Baroat kechasi va eng oxirida Ramazon sharifning oxirgi 10 kuniga yashirilgan muborak Qadr kechasi. Ayniqsa bunday paytlarda ko'p duo qilishimiz kerak. Rag'oyib va Me'roj kechalari ortda qoldi. Kelgusi haftada Baroat qandili bo'ladi. Bu muborak kechani ko'p duo qilib kutib olishimiz kerak. Mavloyim oxiratda baroatimizni qo'limizga olguvchilardan qilsin. Amin. Hazrat payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Baroat kechasi haqida Sha'bon oyining o'rtasida kechasi ibodat qiling, kunduzi roza tuting. Kun tunga yaqinlashganida Alloh dunyo osmoniga tushadi va mendan kechirim so'ragan yo'qmi? Uni kechiray. Mendan rizq so'ragan yo'qmi? Unga rizq beray. Musibatga uchragan yo'qmi? Unga ofiyat beray deydi, degan ekanlar. Oldimizda shunday imkoniyatga to'la kecha bor. Faqatgina g'ofil odamlar bu tunni bekor o'tkazishmoqda. Yo Rabbiy, agar bizni ismimizni g'ofillar daftariga yozgan bo'lsang, u yerdan o'chir. Amin. Bizlarni solih amallar qilgan bandalaring orasiga qo'sh. Amin. Bizlarni senga oshiq bo'lgan bandalaring daftariga yoz. Amin. Ertaga huzur mahsharda baroatimizni qo'limizga oladiganlardan qil. Amin. Yo Rabbiy, sen Rohimsan, Rahmonsan, G'ofursan, Hakimsan, Azizsan. Sen bizni yo'qdan bor qilgansan. Biz sening qullaringmiz. Osiymiz, gunohkormiz. Afinga tayanib isyonkor qullaring orasiga kirgan bo'lsak, bizlarni kechir. Amin.